Hozirgi kunda nima uchun pul topish qiyin? Nima uchun pul topishga odamlar qiynalyapti? Pulni ishlatishdan qo'rqish, puldan xafa bo'lish, puldan nafratlanish. Puldan ham nafratlanib bo'ladimi? Qarang, yoshligimizda onamiz betob bo'lganda yo kasal bo'lganda, biz vaqtida dori-dormon sotib ololmagan paytimizda bizda o'z-o'zidan nima puldan nafratlanish bo'ladi. Biz anglamagan holatda puldan nafratlanasiz. Bu esa pul kelishiga to'siq bo'ladi. Puldan ham qo'rqib bo'ladimi? Puldan qo'rqish, pul ishlatishdan qo'rqish. Ya'ni biz bugun pulni ishlatsak, ertaga qayerdan topaman? Qayerdan keladi? Kim menga pul beradi? Bu esa o'z-o'zidan pul kelishga yana bitta to'siq bo'ladi. Muammoga yechim aytaymi sizga? Qachonki biz boriga shukur qilishni o'rganamiz, pul kelishni boshlaydi. Har qanday ishni boshlashdan oldin to'g'ri niyat qilishni o'rganishimiz kerak. Misol uchun, namoz o'qishda niyat qilasizmi? Tahorat olishda niyat qilasizmi? Ro'za tutishda niyat qilasizmi? Nimaga endi ish boshlayotganingizda to'g'ri niyatni qilmaysiz? Bizlarda aksincha, niyat qilish mutlaqo teskarisiga qiladi. Ya'ni ishga boryapti o'zi, nima deydi, o'xshamasa-chi? Rossiyaga ishga boryapman, deport bo'lib ketsam-chi? O'zingiz niyatni shunaqa qilganingizdan keyin shu niyat bilan borib kelyapsiz. Demak, har qanday ishda birinchi o'rinda to'g'ri niyat qo'yishni bilishimiz kerak.